Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli qarindoshlar, bugun iroda tiklash haqida to'xtalamiz. Irodani sizga hech kim berolmaydi. Siz o'zingiz biror ishga bel bog'lab iroda tiklamasangiz, u irodani sizga hech kim berolmaydi. Hatto eng yaqin kishilaringiz ham berolmaydi. Chunki u sizdan talab qilinadi va sizda bo'lishi kerak. Biror ishga iroda tiklangan hamon uni amalga oshirishga tutishish kerak. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda fa iza azamta fatawakkal alalloh. Biror ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni bel bog'lagan ishingni amalga oshirish uchun Allohdan yordam tilab, hemen harakatga o'tgin deb buyurgan. İradalik adamlarla hayatga bir narsalarni qo'sha oladi. Mustafa Rafi'i siz dunyoga biror narsa qo'sha olmasangiz, uningga ortiqsiz degan ekan. Demisimi biror g'oyasi yo'q, kelajak uchun biror plani yo'q insonlar yer yuziga yuk bo'lishdan boshqasiga yaramaydi. Ular suning ustidagi o'lik baliqlarga o'xshaydi. Xuddi o'lik baliqlar suning eqishiga eqib yurgandek, hayotda biror g'oyasi va biror plani bo'lmagan odammi shundoq eqib yuradi va nega berib qolganligini bilmay qoladi. Insonda chuqum g'oya va plan bo'lishi kerak. Hech qanday natija va hech qanday g'alaba plansiz qo'lga kelgan emas va kelmaydi. Şuna her qandaq bir maqsad ve g'oyani amalga oshirish uchun puxta plan tuzilishi, andın şu planni amalga oshirish uchun iroda bo'lishi shart. Irodingiz mustahkam bo'lsa, sizni hech kim yo'lingizni to'solmaydi. Irodada mustahkam turish uchun ko'p ishlash ve az uxlash kerak. Thomas Edison ijodiyatning biri ilhom, 9'u qattiq ishlashdir degan. Planingiz konkret bo'lsin. Xalqaro Qur'on Karim yodlatish jamiyatining raisi ustoz Abdulla Basfar muxbirlarning sizning planingiz nima degan savoliga 1 million bolaga Qur'on Karimni yodlatishdir deb javob bergan. Yana o hozirgacha qancha bolaga Qur'on Karimni yodlatib bo'ldingiz degan savolga 20 ming deb javob bergan. Kuvaytlik da'vatchi olim Abdullah Samit o'zining 30 yillik Afrika da'vati bo'yicha 6 million odamni musulmon qilganligini va bu ishni planli holda amalga oshirganligini aytgan. Har qanday narsa 2 qatim yaratildi deyiladi. Bunun biri tefekkürde, yeni biri ameliyatda buldu. Şuna siz kılmakçı bolgan işini avval oylaysız, planlaysız, andın işleşke başlaysız ve amelga oshirasiz. Plan konkret bo'lishi kerak. Masalan, men mancha yildan keyin mundaq natija qozinaman yoki manchilik pul topaman deganga o'xshash. Harvard universiteti o'qish bitirgan o'quvchilarni to'plab her bir o'quvchini keyingi 10 yil ichida qandaq ishlarni qildiganligi haqidagi planini konkret qilib yozishini talab qildi. Ulardan 90% o'quvchi o'z planini konkret yozmay, olim bo'laman, boy bo'laman, mansabga chiqaman, mashhur bo'laman deganga o'xshash yozdi. Faqat 10% o'quvchi özünün planını konkret qilib, men 10 yil ichida mancha million pul topaman. Men 10 yil ichida paloni panda professor bo'laman. Men 10 yil ichida paloni shirkatda yoki paloni idorada mundaq mansabga chiqaman degandek aniq va konkret yozdi. Andın universitet mas'ullari ularning uy adreslerini ve telefon numaralarını elib qoladi ve ularni 10 yildan keyin ko'rishadigan bo'lib yo'lga soladi. Saq 10 yildan keyin mazkur o'quvchilar universitetga chaqiriladi ve her birinin qandaq natija qozonganligi so'raladi. Planini aniq ve konkret qilib yozgan
10% o'quvchining topgan umumiy puli planini konkret yozmagan 90% o'quvchining umumiy pulidan eshib ketgan. Xizmatga o'rinlashish va oliy unvonlarga va mansablarga erishish jihatdimi shu 10% o'quvchi asosan hammasi o'zining planini amalga oshirgan. Tarixdan qissa. İslam tarixida mundaq bir qissa bor. Andalus hozirgi İspaniya. Hozirgi İspaniya 750 yil İslam hakimiyeti ostida bo'lgan, cho'ng İslam xalifligi qurilgan bir joy. Keyin musulmonlar ojizlashgandan keyin Yevropaliklar uni besib olgan. Aşu Andalus'ta, yani hozirgi İspaniyada chet bir yezida öngürde yaşaydigan 3 nafar madikar bar edi. Ular kunduzlari kishilarning yuktaklarini to'shib berib, pul topatdi, kechalari aşu öngürde yatatdi. Ular qishning uzun kechalaridan birida paranglashib o'tirib, har biri o'zining arzu armanini ve bunun kinki planını aytidi. Shularning biri bo'lgan Muhammed İbni Amir el-Hammar degan kishi o'zining xalifa bo'ladiganligini aytganda, yanidagi ikki hamrohi kulib teliqib ketdi ve onu rasa masxir qildi. Muhammed İbni Amir el-Hammar ularga, "Meni masxir qilmanglar. Tilikinglarni hozir aytinglar. Men xalifa bo'lganda tilekinglarni cho'qim o'rindab birman" deydi. Ularning biri chaqchaq qilib, "Undaqda agar sen xalifa bo'lib qolsang, sendin katta bir qasr, har turli shirin mevalar bo'lgan bir cho'ng bog', 1000 tilla oltin, bir qancha xizmatchi tilayman" deydi. Yana biri, "Agar sen xalifa bo'lib qolsang, meni eshakka ta'tir mindirib, bu kazzab, bununla hiç kim gap qilmasin deb sazoyi qilgan" deydi. Kunlar o'tidi, oylar o'tidi, yillar o'tidi. Muhammed İbni Amir el-Hammar g'oyasidan qat'iy voz kechmaydi va uningga yetish uchun konkret plan tuzib, madikorlikni tashlaydi va hokimiyatga yaqinlashish uchun soqchilarning yanida choychi bo'lib ishlaydi. Yillardan keyin u soqchi bo'ladi. Keyincha soqchilarning boshlig'i bo'ladi. Bir kuni Amaviylarning Andalusdagi xalifasi Hakam el-Mustansir billah vafot bo'ladi va uning o'rniga 12 yoshli o'g'li Hisham el-Muayyad billah taxtga chiqadi. Bu chaqda bola xalifaning nomidan davlatni boshqarish uchun bir kishini tayinlash intayin zarur bo'lib qoldi. Tayinlangan kishi bola xalifaning velisi bo'lib davlat ishlarini boshqaradi. Bu huquqni talashadiganlar intayin ko'p bo'ladi. Oxirida 3 kishi raqobatga tushdi. Ularning biri davlat vaziri Muhammad al-Mushafi, ikkinchisi askar qo'mondoni Abdullah Abul G'olib, uchinchisi soqchi boshlig'i Muhammad ibn Amir al-Hammar degan kishi. Vazir o'g'ri chiqib qolib raqobatdan voz kechdi. Shuning bilan raqobat askar qo'mondoni bilan soqchi boshlig'i o'rtasida qoladi. Ular bir-biriga qat'iy yo'l qo'ymaydi va o'tinmaydi. Natijada ikki taraf o'rtasida qonli urush chiqdi. Ya'ni askar bilan soqchi urushidi. Soqchi boshlig'i Muhammad ibn Amir al-Hammar askar qo'mondoni Abdullah Abul G'olibni yengib tushdi va davlatni qo'lga oldi. Uning martabasi o'sib, hojiblik unvoniga erishdi va Hojib Mansur deb ataldi. U davlatni kuchlantirish uchun strategiyalik plan tuzdi. Ondan uning birinchi qilgan ishi podshohning qasridagi barcha boylikni o'z qasriga yo'tkash bo'ldi. Ondan podshohning tamg'urini yeniga elib chiqdi. Ondan bola xalifaning
o'zining ruxsatisiz hech kim bilan ko'rishmasligi haqida. Shuningdan keyin uning hojibning ruxsatisiz sirtqa chiqmasligi haqida farmon chiqdi. Shuning bilan bola xalpa uyda sulanib qoldi. İşni hojib boshqardi. Hojib Mansur huquqni to'liq qo'lga kirgizib bo'lgandan keyin endi davlatni cho'ngaytirish va kuchaytirishni planlaydi. Cho'ng va kuchli bir davlat bo'lish uchun iymon, ilm va kuch lozim ekanligini his qildi. Shuning bilan u butun dunyodagi ilm ahllariga chaqiriq qilib, qaysi sohaning olimlari bo'lsin, Andalusga kelsa, ularga yuqori maosh berib ishlatganligini e'lon qildi. Neticede Andalus'a her qaysi joylardan olimlar kelishga boshlaydi. Bütün ilim fen sohalarida ve dini mavzularda keng izdinish ve eserlerini yezish hem tercüme qilish uchun to'liq sharoit hozirlandi. Şu vaqtlarda Andalus'tan chiqqan her soha olimlari intayin ko'p bo'ldi ve dunyoga tarqaldi. Yani Andalus şu vaqtda shundoq gullanib ketdi. Hojib Mansur shuningdan keyin dushman davlatlar bilan 10 yillik tinchlik kelishimi tuzib, davlatni taraqqiy qildirishni planlaydi. O kelishimni tuzdi. 20 yil ichida Andalus xalifaligi mislsiz darajada kuchlanadi. Ondan dushman davlatlar bilan urush qilib, burunqi Andalusdan ketib qolgan viloyatlarni qaytirib oladi. Andalus xalifaligining en güçlengen devri Abdurrahman Nasir bilen Hacip Mansur'un devrleri deyildi. Bu çağda Algeriya, Liviya, Marrakeş qatarlıq joylar Andalus davlatiga qo'shildi. Hacip Mansur bütün planlarını amalga oshirib bo'lib, Alloh taolaga hamd sana aytdi. O bir kuni burunqi hamrohlarini ve ularning şu çağda degan sözlerini eslab qoldi. Shuning bilan u ularga odam avatib, ularni burunqi shu önkürdən tepib keldi. Ondan ularga o'zini tunishtirdi ve ularni obdan kutib oldi. Öz qasrida mehmon qildi. Shu asnoda ularga sizlar burun mendan tilaklarni tilaydigan bo'lgan edinglar, shundaqmi? Mana men bugün sizlarning shu chog'dagi tilaklaringlarni o'rindayman deydi. Ular janoblari uni unutib ketgaylar. Biz chaqchaq qilib deb qo'ygan edik deydi. Hojib, yo'q. Men uni qat'iy unutib ketmayman. Men har ikkinglarga tilagininglarni cho'qim beraman deydi. Shuning bilan qasr, bog', pul va xizmatchi tilayman degan hamrohiga diginiga o'xshash ig'izdan chiqqanlarning hammasini to'liq berdi. Ondan meni eshakka ta'tir mindirib sazoy qilgan degan hamrohini rostilla eshakka ta'tir mindirib, bu kazzob, buning hech kim gap qilmasin deb shaharni aylantirdi va sazoy qildi. Yani irade, tiklangan irade agar mustahkam bo'lsa, shundoq amalga oshadi.